Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Manzuraning turmushga chiqayotganligi haqidagi mish-mishlar avj oldi. Xonanda esa Yashin TV YouTube kanaliga intervyu berdi. Chin ayollik baxti, bo'lajak turmush o'rtog'i va hayotidagi tub burilishlar haqida so'zlab berdi. Bu PR emas, haqiqatdan ham turmushga chiqyapman va bu xabarni muxlislarimga ulashdim. Chunki xalq orasida turmushga chiqqanim yoki ajrashganim haqida turli gaplar yuradi. Shuning uchun ham ommaga bu haqida ma'lum qildim. Rostini aytsam, u insonni bir oy avval ham tanimasdim. Qozog'istonning Chimkentida Adhambek Yo'ldoshev degan juda ham taniqli va reytingi baland san'atkor bor. Shu inson bilan gaplashib qoldik. Suhbat davomida duet aytishga qaror qildik. So'ng Adhambek Yo'ldoshev meni Chimkentga taklif qildi. Shu bilan Chimkentga yetib keldim va u yerda bo'lajak turmush o'rtog'im bilan tanishdim. Turmush o'rtog'im ham chimkentlik, o'zim ham shu yerlikman, Chimkentda o'sganman. Sizlarga yana bir sirni ochaman. Pochchangiz mening ham avlodim. Bu men uchun juda muhim omil. Avvalgi intervyularimda ham nasl chiroyli bo'lishi uchun azaldan juftlikning kelib chiqishiga qaraladi deb aytganman. Yana ham biz Samarqandning eshonlaridanmiz. Dadam aslida Namanganning Kosonsoyidan bo'lgan. Urushdan keyingi yillar ota-bobolarimiz Chimkent va Dushanbe tomonlarga tarqalib ketishgan. Bizda azaldan avlodga qarab kelingan. Bu narsani berkitmayman. Oldinlari ham ko'p gapirganman. Dugonalarimga ham bizdan eshonni eshonga berishadi deb aytardim. Shu narsa ushlab turibdi, demak, mening insonim hali oldinda va men eshonga turmushga chiqishim kerak derdim. Hozir bo'lajak juftim bilan avlodimiz har taraflama bir-biriga to'g'ri kelyapti. Turmush o'rtog'im mendan 20 yosh kichkina. Rostini aytsam, o'zimdan 15-20 yosh kichkina insonga umuman turmushga chiqqim yo'q edi. Negaki 25-27 yoshdagilarning dunyo qarashi biznikidan sal boshqacha bo'ladi. Masalan, biz Sovet davri odamlarimiz. Shuning uchun bizdagi dunyo qarash boshqacha. Shu sabab yaqinlarimga mayli 5 yosh katta-kichik farq bo'lsa ham tengdosh insonga turmushga chiqaman dedim. Yaqinlarim yo'q, sen ahamiyat ber bu insonga, xulqi boshqacha-ku deyishdi. Keyin qarasam, haqiqatdan ham yosh bo'lgani bilan fikrlashi taxminan 35-40 yoshli odamlardek ekan. Bundan tashqari ularning xulq-atvoridagi ko'p xislatlar menga to'g'ri keldi. Shuning uchun ko'p o'ylanmadim, so'ng shu inson menga to'g'ri keladi degan qarorga keldim. Birinchi navbatda xolis fikrlashlari, chunki tan olishimiz kerak, bizda ayol kishini past ko'rish, eshitmaslik, uning fikrini inobatga olmaslik kabi holatlar ko'p uchraydi. Lekin shu bilan birgalikda hamon chiroyli, xulqli erkaklarimiz ham yo'q emas. Misol uchun dugonalarning xo'jayinlarini ko'raman. Ayoling ham, ularning ham xulqlari juda go'zal. Hozir hamma erkaklarni maqtamoqchi yoki yomonlamoqchi emasman. Yaxshilari ham bor, yomonlari ham yo'q emas. Aytmoqchi bo'lganim, bo'lajak xo'jayinimni yaqinlari, onasi va opa-singillari bilan yaxshi munosabatda bo'lib, oilasidagi ayollarga chiroyli muomala qilishlarini ko'rdim. Yaqinlarini eshitadigan, ularga mehribon inson ekan. Mana shu faktorlar tanlovimda juda katta rol o'ynadi. Xo'jayinim oilada 2 o'g'il va 2 qiz farzand bo'lib, hammalarining menga nisbatan munosabatlari yaxshi. Men ham ularni hurmat qilaman va yaxshi ko'raman. Lekin to'ydan keyin Xudo xohlasa alohida yashaymiz. To'ydan keyin Chimkentga ko'chib ketasizmi? Albatta, Chimkentga ko'chib ketaman. Ammo xo'jayinim to'ydan keyin ijod qilishimga taqiq qo'ymadilar. Ijodingni to'xtatib, seni so'ndirib qo'yishni xohlamayman. Borligingcha qabul qilaman dedi va harakatlari shunga yarasha. To'ydan keyin rohatini olib, Toshkentga kelib, syomka va xizmatlarni o'tkazib ketishi mumkin. Xudo xohlasa endi bu yog'ini hayot ko'rsatadi. Chunki erkaklar o'zi tabiatan rashkchi bo'ladi. Hammasi Allohdan. Alfons erni xohlamaganman. Allohga shukrki, bo'lajak erim alfons emas. Chunki masalan har doim mayli erim boy bo'lmasa ham oilasini, ro'zg'orini tebratish uchun qandaydir hunari bo'lsin deganman. Yosh qizcha emasman.
O'zimning qarashlarim bor. Turmushga chiqishga rozi bo'lishim uchun turmush o'rtog'im oligarx bo'lmasa ham tadbirkor yoki o'z biznesiga ega bo'lishi kerak deganman. Bo'lajak eringiz ajrashganmi? Bolalari ham bormi deya savolga u shunday javob berdi. Turmush o'rtog'imning shaxsiy hayoti, uylanganmi, uylanmaganmi, mening emas, uning ishi. Bu mening uchun kerak bo'lmagan ma'lumot. Asosiysi bugungi kunda birgamiz va chiroyli oila bo'lishimiz kerak. Biz shunday oila bo'lishimiz kerakki, ertaga bizga qarab havas qilishsin. Bu hayot va unda turli holatlar bo'lishi mumkin. Shu sabab hamma narsaga xolis qarashimiz kerak. Oilada sal tushunmovchilik bo'lib, xafalashishga kimdir boshini egishi kerak. Menimcha ko'proq men boshimni egishimga to'g'ri keladi. Chunki men ayol kishiman va xohlardimki, xo'jayinimning yoshi ayolidan kichik bo'lsa ham, ayol kishi 1-2 pog'ona pastda turishi kerak. Baribir erkak kishi oilaning podshohi hisoblanadi. Turmush o'rtog'im menga juda ham mehribon, ammo u ham o'ziga yarasha xarakterli inson. O'zining gaplarini ustun qo'yishni biladigan erkak fe'l atvoriga ega. Asosiysi shu sifatlar bilan menga yoqadi. Chunki tan olish kerak, bir mening emas, san'atkorlarning ham fe'li anoyib bo'lmaydi. Haqiqiy baxt oila ekanligini allaqachon tushunib bo'ldim. Lekin nimagadir hamma Manzura turmushga chiqishni istamaydi deb o'ylardi. Yaxshi insonni uchratsam albatta turmush quraman degan niyatim har doim bo'lgan. Shunchaki taqdir bo'lmagan, shuning uchun xayrlisini kutayotgan edim. Inson hayot yo'llarida uni qo'llab-quvvatlaydigan hamroh umr yo'ldosh kerak albatta. Yana bir bor aytaman, juftingiz yaxshi xulqli bo'lsa, shuning o'zi katta boylik deydi xonanda Manzura o'zining bergan intervyusida.